Rastshuvining strelkada ko'zning eng muhim qismi mana bu tugash qismi hisoblanadi. Qoshni uchiga qaratib bir chiziq chizib olamiz. Tepa qovoq qismidan qora chiqqa qarab chiziq tushirib olamiz. Va ichini xuddi men ko'rsatgan shaklda to'ldirib chiqamiz. Har doimgidek gapim esimdan chiqib qoldi, ovozlashtirib yuboraman. Korotchi, kisni qora tenga botirib olib, uch qismlarni shunaqa tepaga qaratib, rasshovka qilib chiqasiz. Konsiler bilan strelkani yanada o'tkirlashtirasiz. Ko'zning ichiga oq qalam chizib olaman. 15-yanvargacha 4 xil makiyaj video darsligini 1,5 million emas, 199 ming so'mga qo'lga kiritasiz va 15-yanvar kuni soat 19:00 da yopiq Telegram kanalimda Rastshuvining strelka chizish darsligi jonli efirda o'rgatiladi.